Bugun kishini ertaga qo'yma degan gapni davomli anglab tursaqmi, ammo yanada ko'pinchimizda bir ishni so'zib, eng oxirgi muhlat ekanligicha qo'ltiq qilmaydigan odat bor. Berilgan muhlat qanchalik ko'p bo'lishidan qat'iy nazar, vazifani eng oxirgi kunlarga qo'yib qo'yamiz. Ondan vaqtning qisqaligi va besimning ig'ir bo'lishi sababli qilgan ishimizning natijasimi bizni amaliyot qila oladiganimizdan ko'p nachar bo'ldi. Bundaq odat xarakterlik kechiktirishning sababini g'ururlik yoki vaqt tuqumining ojizligi deb o'ylaymiz. Amaliyotda buning ifodalanish shaklimi ko'p xil, sababi har xil bo'ldi. Vazifadan qochish, ish bilan munosabatli odam yoki muhitdan o'zini qochirish odat xarakterlik kechiktirishning birinchi xil ifodalanish shakli. Masalan, imtihon yaqinlashganda o'quvchilardan maktabga borg'isi kelmaydigan yoki kutubxonaga kirgisi kelmaydigan kayfiyatning ko'rilishi buning tipik misoli bo'la oladi. Ikkinchi xil ifodalanishi bo'lsa, inkor qilish yoki sal qarash. Vaqt boshqarishning muhim prinsiplaridan biri bo'lsa, qilishga tegishli ishlarning muhimlik darajasiga qarab o'rinlashtirishdir. Ishni kechiktirib qildiganlar bo'lsa, doim ancha muhim bo'lmagan ishlarga eng ko'p vaqtini sarf qildi. Jiddiy ishlarni inkor qildi yoki sal qaraydi. Masalan, maqola yozayotgan biri tuyuqsizlar oldi bilan yig'ilib qolgan kirlarni yuvitish kerakligini yoki chiqib axlat tashlamasa bo'lmaydiganligini esiga oldi. Bu ushaq ishlarning muhimligi qilayotgan ishning muhimligidan eshib ketadi. Uchinchi xil ifodalanish shakli bo'lsa, ishni plan bilan vaqtida tugatganlarni masxar qilish, ularni qobiliyatsiz deb ko'rish. To'rtinchi xil ifodalanishi bo'lsa, o'zidan bakrak ishni kechiktirganlar bilan selishtirib, o'ziga tasalli tepish. Yana ba'zida bo'lsa, o'zining burunmi ishni so'zib, lekin cho'ng ziyonga uchirmaganligini yoki vazifaning bak tas bo'lganligi uchun texnik vaqtga ehtiyojli ekanligini bahona qilish. Undaqda odat xarakterli kechiktirishni keltirib chiqargan sabablar nima? Ba'zida odamlar o'ziga bek abstrakit va amalga oshirish qiyin bo'lgan nishonlarni belgilab oldi va bu ularning aktivjonligiga ta'sir yetkazdi. Ba'zida bo'lsa, odamlar qilgan ishining natijasidan ko'ngildagidek bo'lmay qolishdan yoki boshqalarning yoqtirmasligidan ansiraydi. Bu mag'lubiyat ularning ko'zini qo'rqitqachqa ishni boshlash tezki to'xtaydi. Buningdan sirt, kayfiyatga ta'sir ko'rsatgan omillardan biri bo'lib, odatda kayfiyati turoqsiz odamlarning kechiktirish moyilligi kuchliroq bo'ldi. Qararsizlik, ig'ir besim va tashvishlanish odamlarning vazifadan qochishiga sababchi bo'lishi mumkin. O'ziga ishonchsiz kamchil bo'lgan, o'zini boshqara olmaydigan, qiziqqan va yoki bek mukammaliyatchi odamlarning ishni kechiktirish ehtimolligi yuqori bo'ldi. Odatda odamlarning kelgusidagi o'zini tasavvur qilish iqtidori yetarli bo'lmaydi. Nervi kasalliklari mutaxassislarining bildirishicha, odamlarning kelgusidagi oldin tasavvur qilgan vaqtida miyaning harakatga kelgan qismi bilan boshqalarni tasavvur qilgan vaqtida harakatga kelgan qismi o'xshash bo'lgan. Ammo o'zining hozirgi oldin tasavvur qilganda harakatga kelgan qismi bo'lsa, tamoman farqli bo'lgan. Ya'ni bu insonlarning o'zining kelgusini xuddi hozirgi o'zi bilan munosabatsiz bo'lgan boshqa birining kelgusidek tasavvur qilganligini bildirdi. Bu sababdan hozirgi qilmishning keyingi natijasini, ya'ni hozir ishni kechiktirishning keyin o'ziga elib kelgan passiv natijalarini to'liq o'ylab yetolmaydi. Undaqda bu nachar odatdan qanday qilib yo'qotqili bo'ldi? Masalani hal qilishdan burun oldi bilan uning sababini bilishga to'g'ri keldi. Agar sizdami hamma ishni kechiktiradigan odat bo'lsa, yuqorida aytib o'tgandek, qaysi xil shaklda ifodalanayotganligi va nimaning sababchi bo'layotganligi to'g'risida o'ylashib beqing. Ondan ishni boshlashdan burun bir plan tuzing. Planingizning obyektiv va qisqa muddatli bo'lishiga diqqat ko'rsating. Qo'lingizda cho'ng bir vazifa bo'lsa, uni bir qancha kichik vazifalarga bo'ling va har bir kichik vazifani tugatganda o'zingizni mukofotlashni unutib qolmang. Vazifani tugatgan vaqtdagi xushalligingiz va rahat tuyg'ungizni tasavvur qiling. Berilgan muhlatni oy yoki yilni birlik qilib turib emas, kun bilan hisoblang. Bu sizning vaqtni texnik yaxshi aniqlashingizga foydali. Eng muhimi, to'g'ri pozitsiya va yaxshi kayfiyatni saqlashga tirishing. Qilayotgan ishidan zavq olishni bilgan odam eng yaxshi unumni qo'lga keltira oladi.